Assalomu alaykum do'stlar, charchamayapsizlarmi? Sog' salomatmisizlar? Sizlarga bir xush xabarda aytmoqchiman. Ko'pchilik bundan xabardor bo'lishi ham mumkin. Ammo xabardor bo'lmaganlar uchun men ham buni bir e'lon qilib qo'ymoqchiman o'zimni auditoriyamga va meni yangitdan kuzatayotgan insonlarga. Otabek Bakirov ishi tugatildi. Ya'ni bloger, iqtisodchi bloger Otabek Bakirov ishi tugatildi. Nima bo'lgan edi o'zi aslida vaziyat? Energetika vaziri Otabek Bakirovning ustidan shikoyat qilgan edi. Xo'p, vazirning shikoyati jinoyat ishlari bo'yicha Yashnobod tumani sudi qarori bilan ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 36-moddasi javobgarlikka tortish muddati o'tganligi bilan tugatilibdi. Bu kutilgan edi, ammo sud ishni kodeksning 271-moddasi 1-qismi bilan huquqbuzarlik tarkibi yo'qligi bilan tugatilganda yanada a'lo darajada ish bo'lar edi deb Abdurahmon Tashanov o'zini Facebook akkauntida post qoldiribdi. Albatta, so'z erkinligiga yana bir marta biz 100% taqiq qo'yilmaganligini guvohi bo'ldik. Oliy mana shu sud o'zini odil sudligini yana bir marta isbotladi. Ya'ni men bu narsani ikkita holatda ko'rdim. Birinchisi Abdurahmon Tashanovning sudi, ya'ni bunda o'sha da'vogar taraf harbiy prokuratura. Agar adashayotgan bo'lsam, o'zlaringiz to'g'rilab ketasizlar. Harbiy prokuratura da'vogar bo'lib turgan holatda sud hech kimdan qo'rqmasdan turib odil hukmini o'qidi. Bu bir. Ikkinchisi Otabek Bakirovning ishida, ya'ni vazir ustidan yozib turgan inson vazir yozadimi, chizadimi, sud mana javobgarlikka tortmayapti. Bunaqangi holatlarni ko'rganmiz-ku, oddiy holatlarda sudlar noxolis hukm o'qigan joylarni ham ko'rganmiz. Bu qachonlardir bo'lgan bo'lsa ham ko'rganmiz. Bunaqa holatlar bo'lgan, lekin hozir ayni vaqtda hattoki o'sha harbiy prokuratura, hattoki vazir yozsa ham sud o'zini odilligini yana bir marta ko'rsatyapti. Bu quvonarli holat. Endi bu ish yana ham ko'payadigan bo'lsa, har bitta sud o'zi mustaqil ekanligini isbotlab ketaversa, bu nur ustiga a'lo nur bo'lar edi. Mustaqil ish ko'radigan bo'lsa, hech qanday bosimlar, hech qanday tazyiqlar bo'lmaydigan bo'lsa, hech kimdan qo'rqmaydigan mustaqil ish yuritishda davom etaversin va bu holatlar tergov jarayonlariga ham ko'chishini istab qolardik. Sudlarda ko'ryapmiz, tergov harakatlarida hali bu holatlar ham yana ham xuddi shunday o'z odilligini ko'rsataversa, blogerlarga ish qolmaydi, xudo xohlasa. Albatta o'zgarishlar bor. Biz tanqidini qilyapmizmi? Yaxshi tomonini ham aytib o'tib ketishimiz kerak. Kuzatamiz, endi xudo xohlasa Sirojiddin medianing ishida ham odillikni va mana shu sud jarayoniga o'tkazilsa, xudo xohlasa mana shu odil, haqqoniy, qonuniy darajada o'sha tergov harakatlari olib borilib, endi sudga o'tkazilib, xudo xohlasa mustaqil sud o'zini odil hukmini o'qiydi degan umiddamiz. Xudo xohlasa yaxshi kunlarda ko'rishaylik. Keyingi videolarda ko'rishguncha salomat bo'ling. Video sifatli bo'lmagani uchun uzr, shoshilinch ravishda video olyapman. Salomat bo'ling.